Xitoy hukumatı 4-may kuni o'zining Xitoy gazeti orqali atalmış Şinjan İslam İnstitutining qamoqdagi tarix fanlari professori, nashriyatchi Iminjan Saidning bir qisqa videosini e'lon qilib, uning kesilganligini rad qilgan. Uning uyida singa ilinganligi ilgari surilgan bu videoda Xitoy gazetining Twitter hisobida e'lon qilingan bo'lib, videoning Iminjan Saidin g'oyib bo'lib, dal 2 yil bo'lganda e'lon qilinishi diqqatni tortdi. U g'oyib bo'lishining oldida xizmat guruhi tarkibida Go'manayisining Ko'kterak yezisiga tövanga tushib, 2017-yili 5-oyning boshlarida Urumchiga chaqirib kelingan. U Urumchiga kelibla g'oyib bo'lgan edi. Erkin Osiyo radiosi o'tgan yili uning 2019-yili 2-oyda maxfiy sotlanib, oshqullikqa qudratqullik qilish jinoyati bilan ayblanganligi va 15 yillik qamoqqa hukm qilinganligini dalillagan edi. Iminjan Saidning 4-may e'lon qilingan videosida u o'zining tutqun qilinganligini rad qilgan. Uning ta'kidlashicha, bu chet eldagi Jungoga qarshi kuchlarning ig'vosi ekan. Uning Amerikada o'qiyotgan qizi Samira Imin 5-may kuni kechasi dadasi bilan Undidarda ko'rishgan. U qizining 2 yildan beri nega yo'qolib ketganligi haqidagi savoliga o'zining tövanga xizmatga tushib ketib, endi kelganligini bildirgan. Amerika juma kuni Xitoy muxbirlar uchun yangi belgilama e'lon qilib, ularning vizasining muddatini 90 kunga qisqartganligini, ammo uzarsa bo'ladiganligini bildirdi. Amerika bilan Xitoyning bu xil o'chilish harakatlari Wuhan tojisimon virusi yer shari miqyosida tarqalayotgan bir paytda yuz bergan bo'lib, Washington buning amerikalik muxbirlarning Xitoydagi muomalasiga qaytarilgan inkas ekanligini aytdi. Yaqinqi yillarda Xitoy bilan Amerika muxbirlarga qarata bir qator o'chilish harakatlarini qo'llandi. Xitoy martda 3 amerikalik muxbirni qo'g'lab chiqadi. Buningdan bir oy ilgari Amerika Xitoyning 5 taratqusini chet el vakillari qatoriga kirgizganligini e'lon qildi. Amerika juma kuni e'lon qilgan yangi belgilamasida Xitoyning axborot mustaqilligini bostirib kelganligini tilga oldi. Dushanba kuni yo'lga qo'yilgan yangi belgilama Xitoy muxbirlarining viza muddatiga 90 kun cheklamasi qo'ygan. Ammo uzartqili bo'ladi. Odatda bu xil vizlarning vaqt cheklamasi yo'q bo'lib, faqat xizmatchi boshqa shirkat yoki taratqularga yetkazilgan vaqtda uzartishni iltimos qilish kerak. Xitoyda o'tirg'i chiqqan va dunyo miqyosida necha yuz ming kishining o'limiga sabab bo'lgan Wuhan virusi yuqumiga qarshi turish uchun to'qinish bo'layotgan rayonlarda 90 kun urush to'xtatishni tashabbus qiladigan bir loyiha Amerika bilan Xitoyning tirkishi sababli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida ma'qullanmadi. Xavfsizlik kengashida Amerika mazkur loyihadagi mazmunlarning Dunyo sahiyat tashkilotining manbalariga asosan tayyorlanganligini e'tirof qildi va texim ochiq bo'lishini talab qildi. Mazkur talab 6 haftadan buyon muzakkar qilinayotgan bo'lib, Dunyo sahiyat tashkiloti sababli ma'qullanmagan. Fransiya va Xavfsizlik kengashining o'tkinchi a'zosi Tunis tarafidan sunilgan loyihada dunyo miqyosida 90 kun urush to'xtatish chaqiriq qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Kanada Xitoydan setib olgan N95 tiplik 11 million maskaning 8 millioni o'lchamga to'shmagan. Quebec setib olish ministri Anita Anat 11 million maska ichida taxminan 1 million maskaning o'lchamga yetganligini, 8 million maskaning ishlatishga mos kelmaydiganligini aytdi. Anat qolgan maskalarning sinoq bosqichida ekanligini ko'rsatib, 8 million o'lchamga to'shmagan maskaning boshqacha bir taraf qilinganligini qayd qildi. Yana bir tarafdan Kanada matbuotlari Xitoydan import qilingan 1 million N95 tiplik maskaning sifatsiz ekanligini xabar qildi. Egilinishcha, federativ hukumat ta'minlovchilar orqali jami 135 million maska setib olish uchun to'xtam imzolagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquqi oliy komissari Daesh va boshqa terrorluq tashkilotlarining Wuhan virusi krizisidan foydalanib Suriyada qayta tashkillanayotganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari butun dunyo Xitoy virusiga qarshi kurash qilayotgan bir paytda Daesh qatorliq terrorluq tashkilotlar va guruppilarining Suriyada qayta tashkillanayotganligini aytdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet
Bu tashkilotning Janvadagi bosh shtabida e'lon qilgan bayonotida rayondagi vaziyatni soatlik bomba bilan selishtirib, buni hargiz nazardan saqit qilishga bo'lmaydiganligini ta'kidladi.